Internetdan qiziqib qoldim. Xosligi beauty gadjetlarimni obzor qilib beraman. Juda ham ko'p olib tashlaganman. Bu где-то yarmi, ko'pini ishlatmayman o'zim. Birinchisi bu chistka. Buni juda ham ko'pchilik bilsa kerak. Kosmetologlar hamma shunda chistka qiladi, unaqa yaxshi narsa, peeling qilish uchun. Ikkinchisi bu men birinchi olgan gadjetim. Bu где-то 4 yil oldin olganman, qiziqib. Kichkina ampulachalarni qo'yib, bunday hislaring yuzingizga sepiladi-da. Yaqinda olgan gadjetim. Menga juda ham yoqdi, sababi bunda tok bor qizlar. Vashshe tok uradi qizlar. Buni birinchi dozasidan boshlash kerak. Bunaqa qilsalaring, tok urgandek bo'ladi. Zo'r kirgizib beradi. Haftada bir marta qilaman. Bu gadjetni ham Rossiya qolaman. Guash. Juda ham ko'p blogerlar, beauty blogerlarda bu narsa mashhur. Juda ham zo'r o'zim sezganman. Faqat original yaxshisi bo'lishi kerak. Xolodilnikka qo'yib ertalab turib haqiqatdan masaj qilib masalarda qilsa zo'r. Dedi. Bu meni reklamalarga uchib olgan gadjetim. Buni Yevropada ko'rganimda rosa mashhur bo'lib ketgan. Buni shunday taqasizlar-da. Svetlar yonadi ichida. Qo'yasizlar, ugriga bor, dog'iga bor, hamma narsaga bor-da. Buni uncha ko'p qo'ymayman, chunki bilmadim. Menga unchalik emas degandek tegilgan. Sizlarga yana nima qiziq mavzular yozib ketinglar, men sizlarga hammasini obzor qilib beraman.